Tumares? Nimdaysiz bova? Bir ishqi buyuribdingiz? Yo'q, unutib qoldingmi? Bugun kunga nima? Rost, yakshanba. Topshiriq bilan bo'lib ketib, esimdan chiqibdi. Texi ishlab bo'lamidingmi topshirig'ingni? Hozirla tugatdim. O'ltiramisa. Sana bugun insonlarning do'sti Qalg'ash haqidagi hikoyani aytib beray. Ajab yaxshi. Men Qalg'ashni bek yaxshi ko'raman bova. Uçar qanot jonu jonivorlar opridi bo'lib, uzun o'tmay ularga har xil yem-xashak, oziq-to'liklar taqsim qilinib berilibdi. Biroq yilonning puti bo'lmag'achqa, so'rilib mengib taqsimot yig'iniga kechikib qopti. Buni ko'rgan Sulaymon podshoh uning xohlagan bir oziqlik tepib olishiga ruxsat qildi. Shuning bilan yilon o'zi oziqlik izlamoqchi bo'ldi. Biroq u izda hech bir oziqlik topolmay bechora holga tushib yetibdi. Buni ko'rgan pasha yilonga ish og'ritib, uning uchun oziqlik izlab yo'lga chiqibdi. Pasha oziqlikni tepib oldirib ketib etib, Qalg'ashni ushirtib qopti. Hey pasha, nima chaldirish? Ozroq orom elib mamamsan. Ay bo'lmaydi. Ilon akamman qarabli qoldi. Voy, nima chiqasan onunga? Qarab qasning nima bo'ladi? Nimanda chimmaydansan? Ilon akamman puti yo'qdirsa, unga yordam qilmasam bo'lamdi. Hey, onunga zabi nima yordam qilyapsan? Onun uchun oziqlik tepib, shu xabarni yetkazay deb ketyapman Qalg'ash qiz. Shunday qilib, nima topding zabi? Odamning qinini. Ha? Men qara pasha, sana ko'nglimnikin desam, sening bu ishing bir jinoyat. Nima? Bilishing kerakki, dunyoda g'alchilikdan eski ish yo'q. Chunki tayyor topni g'alchilar paydo qiladi. Uning ustiga hayotlikning sardori bo'lgan odamni ziyon uchirtishga qanday ko'ngling unidi? Oye, menga aqli yetmaydi dema ishingni qila atash. Haras, odamning tatliqmikan? Ajoyib tatliqkan. Natayi? İşanmamsan, adamның qinining ta'mi og'zimda bor, tetib baq bo'lmasa. Chiqar atlığını. Hop oldum ha. Hoca akanga giypingni ixtiramasan mikin endi. Hey paşa, nima hayal bo'lasan? Menga qanday oziqlikni xabarda kelding? Hey, gap qil deyman. Hey, Saram, gapingni tuzuk qil. Onun nima qilayotganligini men bilmayman. O nima deydi? O dunyoda hammadan bek taqamakini tatliqdan deydi. Quruq gap. Men bilmaydigan paqimi u? Atidin kash kishi patqoqda yursa, uning qini tatib qiladimi? Menga nima qilsan? Sening g'alchang shundoq tavassa, ishonmasang, o'sha go'chidan so'rab bilib ol, tayyor top. Senlarni toza obdan bopildim-g'o, kasofatlar. Shundoq qilib Qalg'ash insonlarga cho'ng bir yaxshilik qilgan ekan. Kishilar Qalg'ashning bu ishini uqqandan keyin o'z o'ylaridan o'rin berishibdi. Qalg'ashlar shundan e'tiboran odamlar bilan birga yashab etibdi.